Issiqni ko'ryapsizlar-a? Hech qachon u bo'lib ketdi demanglar. Alloh aytadi hadis qudsiyda. Men deydi. Zamonman deydi. Zamonni so'kadilar deydi. Bu nima degani? Zamonni har bitta holati Allohning xohishi bilan bo'ladi. Bugungi 37 mi, 42 mi, 52 mi, 55 mi, 70 mi, uni Alloh hal qiladi. Hech kim hal qilolmaydi. Siz ketgan kuni Allohim bundan oshig'iga toqatimiz ko'tarmaydi. Ko'taradi. Ko'tarmaydi. Ko'tarmaydi. 5 gradus qo'shib qo'ysa hozir. Dunyoda ko'ryapsizlar nima bo'lyapti? Odamlar Alloh deyishdi o'rniga yalang'och bo'lib suvga tushib. Mana ko'rdim dunyo yangiliklarida internetda. Erkak ayol suvga tushib, suvini qaynatib yuboradi Alloh xohlasa. Suvini qaynatib yuboradi Alloh, dengizini qaynatib yuboradi Alloh. Biz Allohga aytaylik. Alloh bizni eshittiribdi mana hozir. Ma'nosiz hammamiz bilib turibdi. Qalbimizni bilib turibdi. Allohga aytaylik. Alloh rahim qilgan. Bundan oshig'iga chidamaymiz deylik. Yonib ketdim, tutab ketdim. Men uyimda kansangizni frionini qaynatib yuboradi inshaalloh. Qiyomatda dimog'imiz qaynaydimi? Qaynaydi.